Bu savol Nartoy sen navatingmi? Ha. Abrorbek? Ha. Bu savol Abrorbek navati ekan. 45 minus 15 teng 100 chiqyapti. Senga o'ylash uchun 20 soniya vaqt. Sanashni boshladim. Aqa qara. Ha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Yana 5 gacha ketdi. 1 shu bilan tugaydi. 2 3 4 5. Liboy bittasini o'zgartir tavakkal. Bo'ldi shu bilan. 49 minus 15 bu bajarilmadi. Demak bajarilmadi-a? Cho'pni joyiga qo'yib qo'y. 45 ta 45 edi u. Mana shu 45 edi-da. Mana shuni joyiga qo'yding-a? Bitta gurgut cho'p bilan misolimiz to'g'ri bo'lib qo'yadi dedim. Qolganlar bilib turibdi, shuning uchun men senga ko'rsataman. Misolimiz haqiqatan men senga noto'g'ri savol misol berib qo'yib ham chiqadi deb olishim mumkin-da. Shuning uchun men isbotini ko'rsatishim kerak senga. Mana 45 ta cho'pni olamiz. 115 minus 15 teng 100. To'g'rimi? 5 aytgan 15. Yutqizding-a? Ha.